So'nggi alvasini 3 qatim yo'qtish qarapaqli Senda Baygujing. Yana bu yerki Qarsu daryosiga kelgan vaqtki ishlar qarapaqli Sunukunga. Sunukun tenkilelemdi, zaten tenkilenmemdi. Sunukun neyim için hadisda bu evliyalarını yordamga chaqirdi. Acaba bu ojizlab ketdimi? Amaliyot Sunukun qanday qilyapti? So'ng men uralayman, yo'qtalayman, lekin uzam o'tirib chiqmayman. Boshqalarni yordamga chaqirib, shular orqali yo'qitmayman deb atadi. Unda Sunukun nima ish qilib shunday qildi? Chunki bu Nommakli safarda Sunukun bir aql topdi. Yashashdagi bir davlini tushundi-chu. Mesela Senda Baygujingga pasonki alvasni qarsak, Sunukun asli to'g'ri qilgan, ustozni qutqizishga, alvasni yo'qotishga lekin bak oldirab ketgan. Sunukun buni alvas ekanligini bildi, boshqalar bilamdi. Jubaji Shosonlar bilamdi. Yo'q, Tangsungu asla bilmaydi, shunami? Shuningdek bilan bu Sunukunning qilgan to'g'ri do'stmi, bu yer Tangsun buning qilganini tushunmagachga, bilmagachga chambarak apsun degan bu qo'pning boshdan og'ritib o'ldirib qo'yildi, tas qoldi. Uning keyinan ana bu yer Xuanpaoga seriqlik alvasdi. Buning qiyshiq kelgan vaqtini qarsangiz Sunukunni qo'g'lab o'tgan. Hamda shu vaqtingizda Kimbadi Jubaji Atoydan bu yer Xuagoshan chimantaqqa berib, Sunukun bilan Tangsunning o'rtasida elchilik qilib, bularni yarashtirib, bu alvasni qilganki, shuni bilan Sunukun qaytib keldi. Kelib qoldi. Shundan Sunukun nima tushundi? Üzemning yuqurilishidan üzemni shunton guangdalishdan siret munosabatlar to'ng'ishlik va xizmatdosh orasidagi munosabatni yaxshi bo'lish kerakka. Nurg'un ishlarni mushlar hal qila oladiga deganni tushundi. Endi qizilboshliq tuynakning qiyshiq kelganda-chu, qizilboshliq tuynakning qiyshiq kelgan vaqtning o'zida yaqin xizmatdoshlar orasida munosabat emas, sirtqi munosabatlarga yaqin bo'lish kerakka. Avvallik Suvara deymiz, Ejdersha deymiz, Tayshanlovjun deymiz. Ba'zi ishlarda shularga oishdan tushirga, shular orqali hal qilsang bo'lmaydi-ku deganni his qildik. Shuning uchun Qarsu daryosining qiyshiq kelgan vaqtingizda asli bu alvasini yo'qotilishi tamoman mumkin. Shunami? Biroq Sunukun Shixay Longwangninki bir jiyan ekanligini bilib, shuningdan foydalanmoqchi bo'ldi. Shu alik muhangni avatdi, bu Qarsu daryosiga timsohning tog'isini mush orqali buni yo'qotmoqchi bo'ldi. Shosing mush vaqtingizda men hamdan bulaydi Sunukun ish qilmaydi. Chunki bu alvasini Sunukunning qul orqali yoki shosing mush atraf orqali qul orqali yo'qotib qo'ysa, Ejdersha yuzkilanmaydi. Nima degan bilan u yuzining jiyani, kirpi balam yumshoq, qoq balam oppoq deydigan gap bor. Uningda navodi mush Ejdershaning bolasi, muhang buni o'ltirib qo'yamdi, nima qilsa bu javob Sunukun kelmaydi. Balkim Nommakli safarning keyingi safarlarda yoki ma'lum bir kuni shu Ejdershaga yana tushib, yomg'ir yog'diradigan, qor yog'diradigan, shamol chiqadigan ishlarda tushishi, shuningdan yordam so'rash mumkin. Shuning uchun munosabatni pinhon saqlash kerak Sunukun. Shuning uchun g'arb sayohatga qarsak Sunukun Nommakli safardan burun erishni ma'lum qilayotgan. Nommakli safar jarayonida bu ojizlab ketmadi. Alvaslar tenkilanmaydi emas. Ba'zi oqiterga ba alvaslarning bo'libmi bu yo'qasi bo'lmaydi. Sunukun bundaq qo'ysa bir jamiyatning ma'lum bir qoidalari qilibdi, keyingi o'zining yo'lini bag'anch taraytib qo'ydi. Sunukun eng oxirida tushungan davlisini bu Changhu bu shi da shasha, Changhu shi renjing shigu deydi. Ma gapni Sunukun rasmiy tushundi. Shuning uchun Nommakli safarda shunday qilyapti. Endi tushundinglarmi? Tushungan do'stlar, Pingunchuga zoning ko'z qarashini qoldirib qo'yinglar. Jibojanda yana davomli savollaringizga javob berib beramiz. Jibojanda ko'rishaylik. Rahmat.